Sizlar so'ragandinglar akalar, biz olib kelib qo'ydik. Ebimax firmamizdan qo'y junni olish uchun mashinka apparatlarimiz keyin ko'rishlar mumkin. Mana shunday mashinka apparatimiz o'zi va hamda shunday joyi narsasi bo'ladi akalar. Buni ichlarini bitta ochib ko'ramiz, ishlashlarini ham bitta ko'rib chiqamiz akalar. Video davomida narxlarini ham aytib o'tib ketaman akalar. Mana akalar, Ebimax firmamizni mana shunday qo'y junni oladigan apparatimizni ham xolosa birgalikda ochamiz. Ochganimizda akalar mana shunday narsa chiqadi. Yog'lari. Bizning o'zlarining yog'lari bo'ladi. Va bundan tashqari mana shunday kulchlari bo'ladi akalar. Hamda kitobchalari bo'ladi tushunmagan aka-ukalarimiz uchun. Xo'p akalar, mashinkamiz o'ziga o'tadigan bo'lsak, Ebimax'ga bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, misal kalit 100%, Cooper. Xo'p akalar, mana ko'ryapsizlar, 30 vatli bo'ladi. 1100 vat ekan mana shu apparatimiz o'zi. 30 vat mana bu narsalarimiz o'zi bo'ladi akalar. Narx qiziq bo'lsa, siz o'ylagan narxdan ham arzon chiqadi. Kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qila olasizlar. Nomer qoldirib o'tib ketaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Narsasini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Mana akalar, narsasini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu yer to'g'ri 220 ga ulanib ketmaydi. Mana shunday ikkitali tili bo'ladi. Bu til mana bu yerga tushadi. Ko'ryapsizlar akalar. Shuni degan ko'klarimiz ham ko'rib olishlari mumkin. Akalar, manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qila olasizlar akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.